Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 2-aprel 2025-yil. Mana video syomka qilyapman. Mana biogomusda o'rtayapmiz ikkita. Ikkita laboga o'rtayapmiz, 1 tonna. Yana bular ikkinchi riskilar 5 tonna degan. Shu labo bilan toshib ketamiz deyapti. Shu nechta tonna bo'lsa hammasini olaman deyapti. Hokimiyat tomonidan buyruq bo'lgan ekan nimaga, Sarasiyaga. O'zi shu bilan biogosimiz ham tugatsa kerak. Mana bu yoqdagilarni endi yelaymiz. Yog'i ham tayyor bo'lgan. Mana Tarazdan o'tgan holda mana ortilyapti. Mana akamiz yozib turibdi. Ha, bu yerga gullar ekdik. Hovliga mana bitamni ustiga mana o bolan tayyorlab keldim. Kesib gullab. Mana shularni ichiga to'proq bilan biogomusni aralashtirib 6 ta tayyorlab keldim. Ularni ichiga ham biogomus bilan to'proq aralashtirib gullar ekamiz mana betonni ustiga. Buni yerga ham shart emas. Mana shunda kimdan kim hovlisiga beton bo'lsa ham to'proqsiz ham mana shunday qilib gul eksa bo'ladi. Akamiz ham keldi. Mana motoblok tayinladik. Kartochkani ichiga. Ho, haydatgan. Mayli. Shuning bilan qisqacha videomni yakunlayman. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Xat qilib like bosishlaringizni so'rab qolaman.